Sizni blogeringizni men ham kuzatamanmi? O'yladim bloger. Yana o'yladim. Siz blogeringiz ayol kishimi? Da. Sizniki avval oladim? Yo'q, sen tanlagan blogeringiz food blogermi? Yo'q. 30 yoshdan kattami? Da. Siz tanlagan bloger o'zbekmi? O'zbek blogermi? O'zbek bloger. Ha, sizni blogeringiz magazini bormi? O'zini biznes magazini? Yo'q. Siz blogeringizni shaxsan taniymanmi? Tanisiz. Kruks слишком сюжетni o'qimasin endi. O'zini kafesi bormi? Yo'q. Emas. Siz blogeringiz dars o'tadimi? Yo'q, dars o'tmaydi. Sizni blogeringiz ko'p sayohat qiladimi? Ha. Sizni blogeringizni siz shaxsan taniysizmi? Yo'q. Sizni blogeringiz sizni hech отметка qilganmi? Ha, qilgan. Sizni blogeringizni 3 ta bolasi bormi? Yo'q. Variant qoldirmayapsiz-ku. Sizni blogeringiz mashina haydaydimi? Yo'q. O'zim hayron qolganman, nimaga haligacha haydamaydi. Bloger emas, dars o'tmaydi, kundalik video olmaydi. Vosh hayron. Men hamma hayolim kelganlik qismi ketyapti. Siz blogeringiz bilan qancha gap o'ynaymiz? Siz chunki taniyman deysiz. Siz blogeringiz bilan gap o'ynaymizmi? Yo'q. Mashina haydamaydigan blogerlar bo'lyapti. Mashinasida stories oladi-yu. Siz blogeringizni bolalarni eshitib? Xush topdingiz. Yo'q. Sizni blogeringizni tur agentstvosi bormi? Mama blogermi? Da. 4 ta bolasi bor, mana bloger. Shunisi yo'q. Valinga maslashni kerak. 2 hours later. Sizni blogeringiz hijobdami? Yo'q, hijobda emas. Ishoninglar, hech kim hayolimga kelmayapti. Siz tanimaydiganman, taniyman, 4 ta bolali. Sizni blogeringizni men ham kuzatamanmi? Mana jahl. Sizni blogeringizni sochi uzunmi? Bu savolni bera olmaysizmi? Shaxsan deganimda siz живой ko'rishib deb Da. bo'lasiz, lekin gaplashgansiz o'zi. Da. Saviy qilasiz. Da, topdingiz. Shunaqa haydamaydi. Manta Sayyohat ko'rasiz. ko'p qilyapti. Lekin tur agentstvosi ham бизнес yo'q bularni. Hamma biz anaqani bloger o'z biznesi bor. Как так можно дома? Как так можно? Javob bering. Mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz. Как так можно? Restorani yo'q. Restoran. Nimaga restoraningiz yo'q? Lekin bo'lishi kerak. Значит, storiesda ovqatlarni qo'yib qo'yadim. Значит, food bloger u. Ikkita bolasi bor. Shaharda. Beraman. Videoda ko'rib olasiz. Voy,